Mamlakatda kichik o'smor ishlay olaman mamlakatda tutmaslar. Ayrılsın. Öğrenciler hiçbir görsün yaşlar. Hangi halatta intervyu bergan vaqtda ne chiqdi deysizlar? Hasan, Babur, Hasan abi. Futbollar Ana bugun Prezident maktabining 2-bosqichiga yo'l olmoqdamiz. Hamma o'quvchilarimizga omad tilaymiz. Testlarni muvaffaqiyatli topshirib, Prezident maktabi o'quvchilari bo'lishini talab qilamiz. Ularga hammasini omad tilayman. Inshaalloh hammasi eplab chiqadi. Biz ishonamiz o'quvchilarimizga. Mana murojaat qilamiz bilan Shahboz akamiz men 2 balamni kirdirdi, shu vaqtgacha bir balam bitirdimki Prezident maktabida. 2 ustozimizga ishoning, o'zingizga ishoning. Hech kim, hech kursda nilari sizlardan ortiq emas. Eng zo'ri shu murojaat qilamiz bilan Shahboz akamiz. Allohga ishoning, ya'ni ustozimizning aytganiday hech narsadan qo'rqmasdan men albatta Prezident maktabi o'quvchisi bo'laman deb o'ng'ayog'ingiz bilan kirib boshlang. Rayonning eng kuchli bolalar sizlarsizlar. Sizlarning orqangizda ota-onalar, ustozlarimiz duo qilib turibdi. Hammangiz biz zo'r o'quvchilar, Xudo xolasa bugun hammangiz o'tasizlar. Yaxshi bir bismillah deb boshlasangizlar, hammangiz zo'r natijalar bilan 24 o'quvchini to'ldirasizlar. Hammangizga omad, muvaffaqiyat, yuzingiz yorug' bo'lsin. Omad. Ovoz chiqarib, o'zingizni o'qiysiz, plansizga eshitib tursin, yaxshimi? Pichirlab o'qing. Ichingizdan o'qiman, ovoz boricha ovoz chiqarib o'qing, esda. Tushunarlimi? Xudo xolasa eplab chiqasizlar. Qo'rqmang hech narsadan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Minut vaqtingiz qolsa-da, shuni qaytib o'ylanishga vaqtingiz bo'ladi, internetda. Yaxshimi? Hammangizga omad, bo'yashda xatolashmanglar. Omad. Amin.